O'zbekistonda yangilik sinmaydigan shipr va bir umr to'lmaydigan kanalizatsiya. Shiprda mashinada bosing tepasida. Mana umuman sinmaydi. Bu savat bering tepada shiprda tashi. Yaxshi kanalizatsiyani tepadan tashlaylar. Bir umr sinmaydi, hech nima bo'lmaydi. Bolg'alang kanalizatsiyani. Joningiz boricha uring. Shipr materiali shu anaqadan kanalizatsiya bachoylar tayyor bo'layotgan narsadan tayyor bo'ladi. Stiklovolokno deydi buni ham. 15 yilga garantiyasini beriladi. Bir umr to'lmaydigan kanalizatsiya talablarga binoan uyga o'rnatilgan jarayonni ko'rsating deyishganida videoda oxirigacha tomosha qilib yaxshilab joylashib olinglar. Uyga o'rnatilgan jarayonni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ushbu kanalizatsiyalar uy, tashkilotlar, bog'cha, dom, xullas va hokazo lubo joylarga qo'yilaveradi. 3 tonnalisidan tortib mana bu yerda 35 tonnali katta domga o'rnatiladigani ham bor. Buni ham o'sha zakazga yasab qo'yishgan. Bunaqa 35 tonnaligi $6,500 atrofida sotilar ekan. Xullas razmerida farqi yo'q. Videoda oxirigacha tomosha qilinglar. Boshida ushbu joyda sizlarga Muzaffar akamiz bilan birgalikda ko'rsatib o'tib ketamiz. Ya'ni mana shu biznes egalari hamda uyga o'rnatilgan jarayonni sizlar video davomida tomosha qilasizlar. O'z uylaringga o'rnatmoqchi bo'lsalaring, ko'rib, tasavvur qilib o'rnatishlaring osonroq bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdik. Muzaffar akamiz oldiga boramiz. Akamiz ish jarayoni, tashqi ko'rinishini uji bo'yash, sexda polni uji ko'rib bo'laring mana. Katta kichigidan tortib turib luboy turlari bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muzaffar aka charchamiz. Ishlaysiz yaxshimi? Tinchlikmi? Ishlaysiz yaxshimi? Charchamiz. Xo'sh. Yaxshi rahmat. Muzaffar aka ko'ryapmiz. Uji har xil razmeridan, turidan tortib uji zakazga yasayapsizlar aka. Bir boshdan boshlaydigan bo'lsak aka. Bu to'lmaydigan kanalizatsiya. Qanday kirib kelishi? Bu kirib kelishi bu o'zimiz ixtiro ham emas, Rustamjon. Bu Rossiyada ancha yillardan bor, 15 yil, 20 yildan bor. Bu septik nomi bilan tanilgan, septik deyiladi buni. Hop, ishlash prinsipi oddiy. Bu kelgan axlat shu birinchi kameraga tushadi. Bu kamerada ko'rsatilgan bakteriyalarimiz bor. Shu bakteriyalar shu axlatni bumaga yog'lama axlatlarni suvga aylantiradi. Mana bakteriya. Ha, bakteriyalar shular. Hammasi bir xil vazifami yo har xil? Hammasi bir xil vazifasini bajaradi, suvga aylantirib beradi. Buni kameraga bo'lib qo'yganmiz, чтобы suv o'tishligi uchun. Yerga yog'lamalar, axlatlar o'tmasligi uchun kameraga bo'lib qo'yganmiz. Mana o'zi Muzaffar aka o'tgan safar kelganimizda moddalarning boshqa turlari ko'p edi. Qolganlari уже Rossiyani endi kelyapti. Endi kelyapti. Ha, endi Rossiyadan zakaz qilganmiz, xudo xolasa yetib kelib qoladi. Bu suyuq holati, bu ham suyuq holati, bu kukun holati. Kukun holati. Bu kamera bunisiga tushadi deyildi o'sha axlatlar. Bu avariyniy holat. Bu dimoxod uchun, ichkaridan dimoxod berilmagan bo'lsa, bu chiqish. Hop, yana nima deyish mumkin? Shu endi buni ishlashi. Endi aka Rossiya texnologiya dedingiz, bizni O'zbekistonda endi kirib kelgan narsa ekanda, deymi? Ha, endi o'zimizda xudo xolasa endi sekin ommaviylashib qolyapti endi bu. Endi septik, hidi bo'lmaydi, misol boshqa bo'lmaydi, padash bermaydi. Aka necha yildan beri yasayapsizlar? Buni 2 yildan o'tdi. 2 yildan o'tdi. 2 yildan o'tdi. Hozir yaxshilab tushuntirib beraman do'stlar, qaranglar. Bu tomoniga oshxonanikini qo'yasizlar. Endi aralashini tushuntirib beradigan bo'lsa, bu tomoniga oshxona, tualet, hammom tushaveradi. Boya aytganimizda bittasi avariyniy holat, bittasi bo'sh turadi. Bu dimoxod uchun. Dimoxod uchun. Endi yana bir savol Muzaffar aka, ba'ziga holatda oshxonani suvi, keyin hojatxonaniki aralashtirsa bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? Buni aralashtirmasligini xonadonlarning egasiga bog'liq. Biz bu narsani so'radik. Bitta ilmi bor odamdan so'radik aka. So'rasak aytishyaptiki, domlarda ham, boshqa joylarda ham hech kim ajratib bera olmaydi bu narsani deyishyapti. To'ppa-to'g'ri. Endi yog'lama ham, misol yog'lama ko'pikka aralashish suv ishlatilgandan keyin bu qaygadir ketish kerak. Sharoiti bor odamlar aralashtirmagan ma'qullar. Sharoiti yo'q bo'lsa buni iloji yo'q. Buni iloji yo'q, tashlanaveradi bemalol ekan. Buni u ishlatilgandan keyin qayta ishlatib bo'lmas ekan. Uni qayta ishlatib bo'lmaydi. Misol ko'pik bo'lib, yog'lama bo'lib chiqadi, qaygadir yo'qotish kerak bo'lib qoladi.
Shu buni haligi nima desa bo'ladi? Xonadonda misol uyda egasining o'ziga bog'liq narsa ekan. Buni ilmi bor odamdan so'rab ko'rdik. Baribir Muzaffar aka qarang. Xo'p, oshxonani alohida qildi, hojatxonani alohida qildi. Yana bir dushda alohida qildi. Baribir ichida aralashadi, to'g'rimi aka? Ha, aralashadi buni. Kaneshnisi bitta. Baribir aralashib chiqadi, iloji yo'q. Buni ajratib bo'lmaydi buni. Aka endi moddalar haqida gapirsiz. Suyuq holati qanaqa ishlash? Suyuq holati shu mana shu 1 litrligimiz 1 yil davomida yetadi buni. Mana shuni 3 ga bo'lib quyiladi har 4 oyda. 4 oyda. Aha. Puli necha pul buni? Buni puli 200 ming so'm turadi. 200 ming. Narigichi? Bu ham 200 ming, bu ham Quruq holatidagichi. Quruq holatidagi 100 ming so'm turadi. Qancha ketadi bu? Bu 6 oyga yetadi. Yana bundan bitta bo'lsa 1 yil davomiga yetadi. Hozir mana bunisi 4 oyga yetadi, suyuq holatidagi, bu quruq holati 6 oyga yetadi deyapsiz. Общisi 1 yilga yetadi buni. Общisi. Ha, buni 3 ga bo'lib qo'yiladi. Ha, 3 ga deyapsiz. 3 ga bo'lib qo'yiladi, ha. Demak, 4 oy 3 ga. 3 ga o'nak oyga. Yilga qo'yinchi xonadon uchun, xonadon egasi uchun 200 ming rasxoti bo'ladi. Tushunjon buni. Aka, bir savol. Bu quruq holatiga nisbatan suyuq holati reaksiya kirishi tezroq bo'lsa kerak. Ha, endi buni ham o'ziga yarasha septik uchun deb chiqarilgan. Buni misol bu ham bor narsa. Bu suyuq holatini ham borligi uchun olib kelib qo'yilgan. Buni tashlagandan keyin qanchadan keyin ishlashni boshlaydi? Buni tashlagandan keyin 5-6 kunda ishlashni boshlaydi bu, Samjon. 5-6 kundan keyin. İchiga nimani ulasa bo'ladi? Mana oshxona, shu yog' qanaqa miqdordagi narsalar? Bularda o'sha oshxona, yog'lamalar, masalan nima desa bo'ladi, qanaqadir tashkilotda ishlab chiqarishlarda yog' chiqindi, kerak suvlar bo'ladi. Ha, o'sha suvlarga ham qo'yilgan joylar ham bor. Qayta ishlaveradimi? Qayta ishlaveradi, ha. Qo'yinchi bundan chiqqan suv texnik suvga aylanib chiqadi. Acha qarang, yana bir savol. Har xil joylarda yana kraska chiqindilari bo'ladi. Bu bakteriyalar nimalarni yeydi, nimalar yemaydi? Bu bakteriyalar o'sha kraskaga ham bor, bakteriyalar bor, kraskaga ham. O'sha yog'lama, hojatxonaniki, bumaga, aytishda nomiga qo'yinchi gryaz bo'ladigan narsalar bo'lsa, o'shalarda bakteriyasi mavjud. Yeb tashlaverar ekan-da. Suvga aylantiraveradi. To'liqroq tushuntirsak, mashinani gaz baloni, skochli, kapron balon deydi, shuni kattasida, Kapron baloni materialidan bu. Kapron balon materialini. Bu garantiyasi qanchaga beriladi endi? Garantiyasi buni ertaga turishda 50 yil, 60 yilga garantiya beriladi. Buni ishlashida o'sha biz aytib o'tganimizdek o'sha axlatlar, o'sha bumaga, yog'lamalar, boshqa misol, например, pampers, salafan, qattiq misol, qum, tuproq tushmasa ishlaveradi bu. Demak, tushunishimiz bo'yicha chiqqan mahsulotlarda suvi u tomondan chiqib ketadi, qo'y holatidagi bakteriyalar yo'q bo'ladi. Yo'q, shayda ajdaniyasi kattaroq olib qo'yilgan. Qayda ishlashlik uchun kattaroq olib qo'yilgan. Hozir manzilni aytadigan bo'lsa, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Muzaffar akamiz joylaridamiz. Tashqariga shu tomonga kelsalari, bunaqa kanalizatsiyalardan qo'yib qo'yishgan mana. Endi ichki mexanizmi qanaqa holatda bo'ladi? Alohida bo'lingan ekan. Bo'lingan bo'ladi, ha. 3 ta kamera. 3 ta kameraga bo'lib qo'yilgan. Bir-biriga o'tib ketaveradi. Bir-biriga o'tib ketaveradi. Svязка qilib qo'yilgan. Qo'yinchi buni anaqasi nima desa bo'ladi? Atisoyning vazifasini bajaradi bu septiklarimiz. Aka, xonadonda nechta aholiga nechta tonali qo'yiladi va pullari? Xonadonga 8 tacha bo'lgan xonadonda, oilada yashaydiganlarga qo'yiladi. 8 kishi, 10 kishiga ham bo'laveradi. Misol. Buni narxi xonadonlarga qo'yilayotgani vodiyga 7 million so'm dastlabki montajimiz bor. Necha tonaliga? 3 tonnaligimiz. 3 tonnaligisi. 3 tonnaligimiz. Aholi undan ham ko'proq bo'lsa, balandroq, ha? Aholi endi misol 5 tonnaligimiz bor. Ular olib borib undachi 12,5 millionga aylanadi. Aka, uni 35 tonnali domga dedingiz-ku? Nechta domga? Bitta domgami? Bu bitta domda, bitta dom uchun bu yerda misol 35 ta 40 ta xonadon yashaydigan domlar uchun. Qatga zakaz bo'ldingiz? Bu aka bu ashanaqa domga
Qanaqa? Bu voha tomondagi dom uchun bu. Voha. Hmm. Endi yana bir savol. Ichiga moddani solmasa nima bo'ladi? Buni ichiga moddani solmasa, xuddi misol yog'lamalar o'tib, Ha. yog'lamalar o'tib, yerni ko'zini bekitib qolishi ehtimoli bo'lib qoladi. Keyin oddiy hojatxonaga ash moddalar tashlasa bo'ladimi, bo'lmaydi? Oddiy mojozxonaga tashlasa bo'ladi. Buni kattaroq ob'yomdagini tashlash kerak. Birinchi o'rinda yo bo'lmasam uyda ob'yom katta bo'ladi, oddiy hojatxonalar uchun. Hop. Buni tashlasa bo'ladi. Prosta uyda ob'yom katta bo'lib, tagini cho'qindi hosil bo'lib, yerni ko'zini bekitib qo'ygan bo'ladi. O'shaning ketish jarayoni pastroq bo'ladi. Ha. Shuning uchun buni ichiga tashlanadi-da. Shuning uchun bu septikda, shuning uchun o'ynab o'rganib chiqilgan. Buni prosta b'dan tashlaganingizdan keyin bu bakteriya u yoq bu yoqqa ketib qolmaydi. Qochib ketmaydi. Qochib ketmaydi. Shunga shu bakteriya shu anaqa uchun, septik uchun moyilligi bor bu bakteriyalar. Tushunarli. Keyin bakteriya ushbu qobiq, ya'ni gaz ballonida yalmaydi-da, to'g'rimi aka? Yo'q, buni yalmaydi. Bu Oddiy hojatxonaga tashlasa, ya'ni atta beton bo'lishi mumkin. beton bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Buni Yemirishi mumkin. Yemirishi mumkin. Lekin tashlayotganlar uni ham tashlayapti. Tashlayapti. Ha, bir misol 100% va'da berilmaydi. Garantiya berib, suvga aylantirib, yerga singdirib yuboradi deb garantiya berilmaydi. Lekin 50 ga 50 hidini yo'qotib, suvga aylantirib, ma'lum bir miqdorda cho'qindi hosil bo'lgan bo'lsa, shuni yerga singdirib yubora olmaydi. Baribir uzoq yashalmasa kerak-da, oddiy hojatxonada. Oddiy hojatxonada ob'yom ham katta bo'ladi. 3 tonnaligi uninimi aka? 3 tonnalarimiz mana shular hammasi 3 tonnalik. Muzaffar aka endi zakaz qilsa necha kunda bitadi, qanaqa kelishuv bo'ladi? Bu zakaz qilinsa, xonadonlar uchun tayyorimiz bor. Ha. Buni ustunubchik bolalarimizda 1 kun, 2 kun nari berisi bilan ustunubchik bolalarimizga vaqti bo'lsa bo'ldi, olib borib qo'yib berishadi. Katta tashkilotlar uchun o'sha 1 haftadan boshlab 1 oygacha tayyor qilib beramiz. 1 haftadan boshlab. Katta kichikligiga qarab. Ha, katta kichikligiga qarab. Zakalatchi? Ob'yomga qarab. Katta ob'yomlar uchun 50% zakalat beriladi. Kichkinalargacha. Kichkinalarga olib borib qo'yishgandan keyin berishaveradi. Ustunubchik bolalar olib borib qo'ygandan keyin. Tushunarli. Keyin yana savol, yerni yuzasi tepa qismi o'zi bular yer tagida turadi. Yer tagida qolib ketadi. Yerni tepasiga qilsa ham bo'ladimi? Yer tepasiga ham qilsa bo'ladi. Buni suv ketadigan joy bo'lsa bo'ldi. Yer tepasiga qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Hozir bu yer tepasida turadimi ani katta? Yer tagida qoladi bu ham. Ha, ko'lab turib joylaydi. Ha, ko'lab turib joylanadi. Pishiqligiga qanaqa, mana mashina yursa tepada? Yengil mashina bemalol yuraveradi buni tepasidan. Sinmaydimi? Sinmaydi. Sinmaydi. Demak, sakrasa ham urib pishiqligini sinab bersa bo'ladimi aka? Bo'ladi. Luboy bironta narsada, temirdami? Batta nima bo'lyapti do'stlar? Yerda tagiga uji ko'mib yuboriladi, tepasidan og'ir mashinalar yursa ham hech nima bo'lmas ekan, aka. Buni ha. Bu uzuni nimaga endi? Shunaqa uzuni ham bo'ladimi? Buni uzuni o'sha zakaz uchun bu. Zakaz uchun tayyorlanayotgan kattaroq obyektga ikkitadan qo'yiladi bu. Mana tayyorini uraylik aka. Ya'ni qattiq material bu. Dod. Hech nima bo'lmas ekan mana. Bu qattiq material bu. Anaqa. Qani yorug' yo'q. Xullas do'stlar, shu tepasini asfalt qilib yuborsa ham bo'laveradimi? Asfalt qilib yuborsa ham bo'ladi, platka qilib yuborsa ham bo'laveradi. Sement qilib yuborsa ham bo'laveradi. Xullas jarayon agar yerni tepa qismiga desa hamchi? Yer tepa qismiga desa ham o'sha suv ketadigan joyi bo'lsa bo'ldi, bundan chiqib beraverasizlar, ha? Qilib berilaveradi, ha? Endi do'stlar, sizlarga va'da berganimizda uyga o'rnatilgan jarayonni tomosha qilinglar. Ana shu yerdan sizlarga to'liq ma'lumotni ko'rasizlar. Ya'ni Muzaffar akamiz o'z uyali aloqa telefonlari orqali video olgan ekanlar. Shuning uchun sifat tomonlama pastroq bo'lishi mumkin. Video tomosha qilinglar. Mana akalar. Yamani ko'lagandan keyin mana shunday bachok tashlab olinadi mana shu holatda. Bachok tashlab olib atrofiga shibionka to'ldirib chiqiladi mana atrofiga. Shibionka to'ldirib chiqib ma'lum atrofiga aylantiriladigan polietilen trubani tagini mana shunday teshib olinadi, suv ketadigan qilib. Bo'ldi, oddiy narsa. Montaj juda oddiy.